Assalomu alaykum azizlar. Xo'p, Indotik firmamiz ozroq obzor qilib o'tamiz va bu basseynchamiz bugun tozalab, yaxshilab toza suvlar bilan to'ldirib, o'rdaklarimizni tayyorlab beramiz. Shu ko'rinishda bitta hozir 6 ta turibdi ekan, yana bittasi mana bu yoqda kataytagiga kirib ketgan bo'lishi mumkin. Unisi ham qayerdadir shu yerda yurgan edi. Keyin men sizlarga aytadiganim bitta yapon tovuqlarimiz ham bor, mavjud. Phoenix zotli dumi 1,5, o'rtacha 1,5 metr, ko'pi 3 metrgacha o'sadi. Firmamiz faqat bundan iborat emas. Bu yoqda kichkina jo'jalarimiz bor. Xo'p, bular soni 40 ta. Va bu yoqda Adler dominant sortlari jo'jalarimizdan ham bor. Qora jo'jalar bor. Qora tovuqlarda jo'jalari 1,5 oylik. Uning katta partiyasi ham bor. Katta partiyasi boshqa yoqda turibdi hozir. Общий tovuqlarimiz soni 40 ta. Va 50 tacha o'rdak Indotka tovuq o'rdaklarimiz mavjud. Yana undan tashqari inkubator xizmatlarimiz mavjud. Tuxum ochirish kerak bo'lsa, o'rdaklarimiz tuxumda, xudo xolasa kun oralatib tug'yapti. Lekin yaxshi. Hozir juda bir noqulay joyga tuxum qo'yibdiki, mana shu yerga tuxum qo'yibdi. Tuxumni olish kerak. Mana qo'ldan kelgancha tozalab chiqdim. Xudo xolasa ishlar toza bo'ldi. Endi suv to'ldiramiz. Men bu shlenka nimaga? Bu shlenkash davlat grantini hovliga tortib tushirgan edim. Shtobi mashinlarga qiyinchilik bo'lmasin suv to'ldirishimga deb. Lekin o'lagar davlat granti umuman chiqqani yo'q. Boshida pisha chiqib berdi, umuman keyin hali chiqqan yo'q. Paqirlab suv kelib to'ldiryapmiz. Shu paqirdan adashmasam 4 ta bilan to'lsa kerak. Bu paqir ham 15 litrlimi ekan? 20 litr atrofidagi paqir. Kuzatib boringlar.
Mana sizlar. Suvni alishtirib bo'ldim. Suvni alishtirish paytim o'rdaklar chidamay ketgan ekan, to'g'ri. Maza qilib cho'milishdi. Suv shuning uchun sal loyihalandi. Aytgancha Indovutga boqib ketganlardan bir maslahat. Kunduz kunlarida sizlardan maslahat so'ramoqchiman. Kunduz kunlarda tuxum tug'ishi ham kechikib qoladi, itak keyin don yeyishi ham ishtahasi yo'qoladi. Shunga sizlar nima beryapsizlar? Ko'rim mana o'zini yemi bor edi, o'sha uni yemay qo'ydi. Makka tashladim, makkani ham suyib yemayapti. Orada bug'doy berdim, bug'doyni yaxshi yeyotganday bo'ldi, bug'doyim tugab qoldi. Hozir endi ertaga bir qop bug'doy olib kelaman. Nima beryapsizlar? Nimani suyib yeyapti? Maslahat berib ketinglar. Lekin o't terib, yulib tashlayapman. Molda yeyishyapti ko'zlaymansa. Shu joylarimiz salqin soya joylar. Mana shtativim bugungi syomkam shunda bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin, like bosib qo'yinglar, ayamanglar.